30 yoshdan so'ng yuzingizga surayotgan yoshartiruvchi kremlarning foydasini ko'rmayotganligingizning sababi ikki qosh o'rtasidagi ajinlar, yuz osilishi va nasagubkalarning chuqurlashishi, tilda yuz mushaklarini ushlab turuvchi to'qimalarning zaiflashishi sabab bo'ladi. Bu muammoning asl sababini esa sizdan hattoki 99% kosmetologlar ham berkitishadi. Chunki yuz mushaklarini ushlab turuvchi to'qimalar zaiflashganda yuz mushaklari qattiqlashadi va ichkariga qarab tortiladi. Shuning evaziga yuz terisi pastga qarab osilishni boshlaydi. Buni olish uchun Koreya ayollari bu mashqni bajarishadi. Mashqni boshladik. Buning uchun ikki burun orasida joylashgan to'qimalarning ustiga 20 minut masaj qilib turamiz va sekin yuqoriga qarab barmoqlarimizni yurg'izamiz. Ikkinchi to'qimalarning yo'li esa bu yanoqlarimizning pastki qismi hisoblanadi. Agar yanoqlaringizning aynan shu joyiga qo'lingizni bosganingizda ozgina og'riq sezsangiz, siz kerakli nuqtaga tushgan hisoblanasiz. Shu ko'rinishda 20 soniya masaj qilib turishingiz kerak. Uchinchi to'qimalar joylashgan joy bu yosharish kaliti hisoblanadi. 20 soniya ichida dahanimizga qo'llarimizni qo'yib, tepaga qarab quloqlarimiz tomon masaj qilishni boshlaymiz. So'ng shu yo'nalishdagi to'qimalarning zaiflashishi evaziga yuz terisi osilishni boshlaydi. Bu mashqdan bir hafta davomida har kun foydalansangiz, yuzingizdagi ajinlarning ketganini va yuzingizning tarangligi oshganini sezasiz. Va faqatgina bir oydan so'ng esa siz 5 yilga yosharganingizni sezasiz.